Endi faoliyat haqida gapiradigan bo'lsam, albatta bu qadar, nasiba. Men bir payti bir ustozimiz bo'ladilar, Fayzullo Mahsum alayhi rahma, katta olim va katta xattot edilar. Bu kishiga yoshlikdan xat yozib yurardim. Bir kun bir tush ko'rdim. Tush ko'rsam go'yo arshi a'lo emishda devoni hikmat orasida qamish qalam bor. Keyin shu tushni ustozimizga aytdim. Men dedim, shunaqa tush ko'rdim dedim. U kishi o'ylab ketdilar. Katta olim edilar u kishi. Xudo xohlasa siz olim bo'lasiz dedilar. Endi biz qishloqda o'sganmiz, u kishi siz olim bo'lasiz deganlari bu qishloqda bir yaxshi mullalar bo'ladi. Ja ilmli, savodli. O'zimcha o'yladim, xuddi shunday bir haligi odamlar maqtaydigan mulla bo'lsam kerak-da degan deb o'ylaganman. Lekin qadarda, taqdirda qarangki, shu narsa hayotimizda ro'y berdi. Mana alhamdulillah, Allohga shukr. Hali Imom G'azzoliy hazratlarining gaplari bor ekanki, mol dunyoni Alloh taolo musulmonga ham beradi, kofirga ham beradi. Ammo manfaatli ilmni faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi degan ekanlar-da. Shu uchun agar ilm demak manfaatli ilm bo'lsa, bu uchun Allohga hamd va sanolar aytish kerak ekan. Endi hamma narsa bilasizlar, Qur'onda, hadisda ilm haqida ko'p gapirilgan, qancha oyatlar, hadislar bor. Shoirlarimiz aytgan, Furqat degan shoirimizning bir yaxshi satrlari bor. Ko'ngillarning sururi ham ilmdandir, ko'rar ko'zlarning nuri ham ilmdandir. Kerak har qaysi ilmdan bo'lmoq xabardor, ki har qaysi bo'lur o'z vaqtida darkor. Mana shunday qilib, demak biz hamma ilmlardan voqif bo'lishimiz. Mana yoshlarimizni bugungi kunda dunyo taraqqiy etib ketyapti. Yoshlarimiz ham diniy ilmdan, ham dunyo ilmdan bir yaxshi mutaxassislar, yaxshi olimlar bo'lib yetish kerak. Shu jamiyatimizni demak gullab yashnashi uchun biz yoshlarga, ayniqsa ilmli yoshlarga juda muhtojmiz.